Ilgari fuqarolarimiz asosan 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiya asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilyapti. Bugungi kunda Shvetsiya, Daniya va Norvegiyada 300 ming ishchilarga ehtiyoj bor. Norvegiyalik ish beruvchilar bu yilning o'zida 3 ming fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berib, kamida 2,5-3 ming yevrolik ish berishga tayyor deyapti. Yoki Shvetsiya grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va bu yilning o'zida 500 nafarni ishga olishga taklif beryapti. Musayev Nurimbetov 1-aprelgacha Shvetsiya, Daniya, Norvegiya bilan kelishuvga erishib, bu yil 5 ming, kelasi yil kamida 10 ming odamni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborsin. Fuqarolarimizning xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan turli reydlarda huquqlari buzilayotgani haqida xabarlar jamoatchilikda jiddiy norozilik uyg'otmoqda. Aksariyat holatlarda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy nota berish bilan cheklanib qolmoqda. Elchi va konsullar har bir holat yuzasidan malakali yuridik yordam ko'rsatib, xorijdagi fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishlari zarur. Endi bundan buyon elchilar kabinet diplomatiyasidan voz kechib, xorijdagi vatandoshlarimiz ishlayotgan qurilish maydonlariga, yotoqxonalarga, talabalar auditoriyalarga borib, ularning muammosini o'rganib, yechimi bo'yicha ishlashlari zarur.